Biza 4-avlod shashlikchi Xayri boboni oldiga keldik. G'ijduvon shashlikni G'ijduvon shashligiga mana shu odamni avlodlari hisoblanadi va o'zlari. Mana bu yer bizning xonadonimiz. Borligicha elimizga mana butun O'zbekistonimiz mana prezidentimizga rahmat mana medallar berishdi. Voy Xayri bobo hamma yo'q medal bosib ketibdi-yu. Ha, ota bobomizlar shashlik pishirganga UNESCOga, shu UNESCO tufayli bizga O'zbekistonimizga rahmat. Hammalariga mana shunaqa medallar berilib bizning uyimizni ardoqlab, xizmatimizni ardoqlab. Bularning ota bobolarimiz o'zimizning avlodlar mana amakilar. Hozir shuni aytib ketdik, buni UNESCO bergan ekan, hamda kitobchasi ham bor edi, hozir olib qo'yishdi shakilli. Mana kitobchasi. Xullas qaranglar. Xayri bobom UNESCOga kiritilganlar, ya'ni shashlik xonalari kiritilgan. Bular 4-avlodlar. Bular 18-asrdan beri tinmasdan shashlik qilishadi. Xayri bobom Sovet davrida tonnalab shashlik sotganlar. Bularni dodalari Amir Olimxonga shashlik qilib berganlar. Ularning otlari nima kabob? Karim kabobboz. Karim kabobboz bo'lgan. Undan keyin Muhammad kabobboz. Keyin amakilarim Rahmat kabobboz, Rahmon kabobboz, Nozim kabobboz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Yusuf kabobboz, otamiz, bizning otamiz. Adalari Yusuf kabobboz bo'lgan, ular ham shu. Bular amakilarim mana shular bular borligicha. Allohga shukr borligicha. Hozir уже 6-avlod ishni boshlayapti. Kichkina nevarachalar ham shashlikchi bo'lishyapti. Allohga shukr. O'g'illari 5-avlod. Tasavvur qilasizlarmi? Bitta shashlik hunarini 200 yildan beri qo'yishmaydi. Allohga shukr. Mana shu rasmlarni ko'rsanglar bo'ladi. O Amir Olimxonning rasmidan tortib, adalari, dodalari, o'zlari va farzandlari ham shashlikchi bo'lganini mana isbotlari bilan hammasini qo'yib qo'yishgan. Halollikka kafolat beramiz shashliklarga, mana marhamat kelinglar. Mana ota bobolar. Bu yoqda mana nima shashliklar qilinadi, qaranglar. Ota bobomiz asosiy shashlik, asosiysi baribir o'sha G'ijduvon shashlisi. 120 grammmi? 120 gramm katta bo'lar ekan. Men hayotimda bunaqa shirin shashlik yemaganman, rostdan aytaman. Bu yoqda mana qaranglar, qovurg'a shashlik, bonfile, dumbani qilishar ekan, rulet, tovuq shashlik, xullas Napoleon. Mana bu bonfile, buni bonfile. Jaz deganim, xullas hamma shashlik bor. Lekin G'ijduvon shashlik bunaqasini yemaganman. Mana buni ko'rsatgan. Mana shashlikni ko'rsatgan. Astronom bizga yaxshi ko'radi. G'ijduvon shashlik deb aytadi. Bo'ldi. Qiymani aytadilar. Bu akamiz zotlari Muhammad Karim aka. Ya'ni ikkita bobolarini ismlarini bitta qilib shularga qo'ygan ekanlar. Mana hozir bular shashlikni enasini ko'rsatyaptilar. Lekin yorvorishar ekan rostdan. Alloh ishlaringizga baraka bersin, ilohim gap yo'q. Alloh bersin, hammaga barakat bersin. Qaranglar. Men o'zi blogerman. Reklamam ham albatta pulli bo'ladi va arzon emas. Lekin qaranglar. Doda, menga pul bermadingiz-ku, to'g'rimi? Pul o'ynaganim yo'q. Yo'q, bu yoqda tavsiya, reklama bilan tavsiyani o'rtasida. Faqat mehr o'ynayapti, mehr. Bu yoqda tavsiya bilan reklamani o'rtasida katta gap bor. Men tavsiya qilaman, agar keladigan bo'lsanglar, albatta mana shu G'ijduvon shashlisini aynan shu yerdan yeylar. Chunki G'ijduvon sashlisi mana mashta tug'ilgan. Ya u yog'ini o'zingizlar bilasizlar. Mazasini ko'ringlar, albatta. Любой odam, ayniqsa o'zimizning odamlarimizni hayotida bir marta bo'lsa ham haqiqiy shashlikni yeyishga haqqi bor. G'ijduvon shashlisi nomer 1 shu yerda ekan. Yeb mazasini ko'ringlar. Halollikka kafolat beramiz. Oltin olma, duo ol, duo oltin emasmi? Bizning ustozlar duo olganmiz, Allohga shukr. Avvalambor duo. Xullas 200 yildan beri bu oilaviy biznes, oilaviy ish, hamma shu yerda tirikchilik qilib
qozonni qaynatishyapti gap yo'q. Aka ukalarim ham shashlikchi. Ha. Tog'alarim, amakilarim, endi amakilar tog'alar qitta dunyodan o'tib qoldilar. Lekin ularning farzandlari, nevaralari ham shashlikchilik qilyapti. Xayri bobo, o'zingiz shashlik yeb turasizmi yo yegiz Yeyman aka. kelmaydimi? Keladi. Yaxshi ko'rgan go'shtni yaxshi ko'raman. Mana odamlar ham 25 yil shef povur bo'lib ishlaganlar-da. Ani o'zlari ovqat pishirsalar to'yib qolardilar qozonni. Sizlarda ham bormi shunaqa? Bo'ladi, shu xuddi shuni. Ha, ovqat ko'rur. Muddat qo'yadi-da, muddat. Ha. Shuning uchun uni biz Ular me'dasi to'yib qoladi. Navaralarga, o'g'illarga, kelinlarga shashlik pishirib bersak maza qilamiz. Ha, ha. Bu degani madaniy horda qolamiz. Ha. Ana shu maza qilamiz. Gap. Allohga shukr. Alloh Alloh xayr yetkazganiga shukr qilaman. Sizlar kelib, bizdan so'rab kelibsizlar, Alloh xayrasin. Aka-ukalik do'stligimiz sababi, Rahmat. sabab bo'ldi mana yana bordi keldimiz. Toshkentda qachon ochamiz? Nasib Xudo xohlasa endi Alloh aytgan kuni ochamiz nasib bo'lsa. Toshkentda ochish kerak. O'ra shogirdlarim bor, shogirdlarim. Nodirjon bor. Nega shogirdlaringiz sizda qilmayapti? Domla bilganni qildi deydi. Shogirdlarga hammasini o'rgatmaysizda baribir, to'g'rimi? Ya, mazasiga gap yo'q, rostdan. Hozir siz olib kelib go'shtlarni ko'rsatdingiz. Hamma narsani beradi. Shuni, meni o'zi olish kerak-da. Mana shu savolingizga bitta javob beraman men. Mana shashlikchi bo'laman deb shu yigit kelsa, bu insonni majbur qilib shashlikchi qila olmaymiz. Shunaqa. U dosh bersa, ana ekzaminlardan o'tib qolsa, mana institutga, texnikumga kirsa ham ekzamin topshiradi-ku. Bizga ham supurish, sidirish hammasidan bo'ladi. Agar shunga dosh berib nima qilsa, mana katta lavozimlarga chiqib ketadi. Bu ham dosh bersa shashlikchi bo'lib ketadi. Yo, endi qarang, Toshkentliklar shashlik xo'rda baribir. Lekin G'ijduvonga kelishi hammaning imkoniyati yo'q. O'shanga Muhammad Karim akamlarni jo'nating, shu yerdan Nasib bo'lsa inshaalloh, nasib. O'sha yerdan bitta qilmasalar. Nasib bo'lsa. O'zi bitta o'g'lingiz Toshkentda ekanlar. Toshkentda. Ha, ular shashlikchi emaslar. Yo'q. Ha, nima uchun? To'g'risini aytish kerak. Bularning sohasiga o'tib ketgan sportga. Sportga. Sportning. Jonlari sog' bo'lsa ilohim. Rahmat, birgalikda. Alloh bana o'xsha. Lekin qiladi u ham. Lekin bizda dacha unaqa emas-da. Ha. Endi mana masalan Taysonning o'g'li Tayson bo'lmaydi-ku. Balkim deyapman-da. Xullas bizni hozirgi paytda 6-avlod, lekin o'zlari 4-avlod shashlikchi Xayri boboning uylariga keldik. O'g'illarim 5, nevaralarim 6 ishlar yuribdi. Mana kichkina nevaralari ham ishlab yurishibdi. Gap yo'q. Albatta G'ijduvonning original shashlikni kelib yeylar. Va shu sochni ekan. Men hayotimda birinchi marta G'ijduvon shashlikini yeb ko'raman, hozir mazasini ko'ramiz. Bismillah. Ülkede tushirib bitta bosib ko'rsating, podpischiklarimizga. Qani o'tib. Bu men to'g'risini aytaman. Hayotimda yegan eng shirin qiyma shashlik bo'ladi. Suvni qaranglar oqishini. Ko'rasizlarmi? Sochniligini ko'rasizlarmi buni? Shashligiga vashshe gap yo'q. Rostdan. G'ijduvon shashlik deganda qiyma nazarda tutiladi. Yo'q, mana Toshkentda hamchi G'ijduvon shashliklar rosa ko'p. G'ijduvon shashlik deydi. Lekin bunaqa shirinini men rostdan birinchi marta yeyapman. 97-yil Pedinsk oldida Gulbozor oldida bitta karis G'ijduvon shashlik sotardi. Bilganlar yozib qo'yinglar. Bitta men ko'rganman, yana ko'rganlar bor. Karis edi. G'ijduvon shashlik deb yozib. Mazasi o'xsharmidi? Haqiqatda. Farhod aka buni mazasi lekin rostdan nerealniy zo'r. Nima soladi buni ichiga? Go'sht, piyoz so'rab beramiz. Hozir so'raymiz o'zlaridan. Buni qaranglar. Vashi sochniy bu, ha? Xullas mana bunaqa narsada qaranglar. Men biron bir ovqatni ko'rsatganimdan keyin odamlar necha 100 kilometrlab o'sha yerga borishyapti-da egani. O'sha men harakat qilaman uyaltirib qo'ymaslik, ya'ni borganda voy dabdala ekan demaslik. Sizlar shu yerga kelib G'ijduvon shashlikini yeylar, afsuslanmaysizlar. Rostdan zo'r ekan. Men bunaqa shashlik yemaganman. Bu bo'lsa jaz shashlisi ekan. G'ijduvon jaz shashlikni bilmadim qanaqa bo'ladi, lekin jaz shashlisi bor ekan. Yeb ko'ramiz. Qani bismillah. Yaxshi, yomon emas. Jaz shashlisi ham o'ziga xos. Lekin
Mana shu shashlik Toshkentda bo'lsa aka, donasiga 50 ming so'm to'lashga rozi edim, rostdan aytaman. Donasiga 50 ming so'm to'lashga rozi edim. Mazasi vashcha zo'r. Bu ham zo'r-ku, mum soqqan. Endi Bu hamma joyda bor. Jaz shashlikda Toshkent chempion baribir. Jazda Toshkentga yetadigani yo'q, lekin G'ijduvon shashlikni G'ijduvonda yeyish обязательно shart ekan. Toshkentda nega ochishmaydi shunaqa? Tushunmayman bor-ku. Gap yo'q. Bu qo'yni qovurg'asidan qilinar ekan. Qani mazasini ko'ramiz. Bismillah. Ben gapirmayman, prosta ko'rsatib beraman, qaranglar. Ustilari qisir-qisir, ichida yumshoq, ko'ryapsizlar. Mana bunaqa boylar mana bunaqa qilib qo'yadi-yu, hammaydi. Mana bunaqa qiladimi? Unaqa ko'rsatayotganda, qanaqa pishiriladi deganda, well done deydi-yu. Yog'larini ko'ryapsizlarmi? Gap yo'q. Rulet ekan. Mol go'shtdan rulet qilishgan ekan. Qani ko'ramiz. Yaxshi. Yaxshi. Ham yeb ko'ramiz ham. Madotda. Qale. Zo'rmi? Ajoyib. Gap yo'q. Onam issiq ovqat yedim. Ha, oxiri issiq ovqat yedingiz. Bu Napoleon. Napoleon Bonaparte. Napoleonni men eng zo'rini Samarqandda yegan edim. Samarqanddagi Akrom shashlikmi deganda yegan, Ikrommi, o'shanda yegan edim. Qani yeb ko'ramiz o'tda ham. Bu anu surgo'shga tayyorlanganga o'xshar ekan aka. Bu bo'lsa bonfile. Bizning oshxonalarda konkurensiya juda ham katta. Turk qardoshlarimiz aytadi, Turkiyada oshxonalarning konkurensiyasi katta deb, o'zbeklarniki ham joy yetarli bo'lyapti. Shuning uchun joyida qolgan shashlikxona qolib ketadi. Orqada baribir yengilari chiqib ketadi, Farhod aka. Shuning uchun ham mana qarang, bular bonfiledan shashlik qilishyapti. Bonfiledan buni shaharda hoji akalarimiz ana steyklar etishadi bonfiledan. Mana shunga 200 ming 300 ming to'laydi, bu yerda 47 ming ekan bor yo'q. Qani mazasini ko'ramiz. Yaxshi mazasi. Buni mana bunaqa pishgan piyozlar bilan o'zbegimni ovqatlariga yetadigani yo'q. Ishon bo'linglar. Nechta davlatda bo'lgan bo'lsam ham O'zbekistonning любой burchagida, hattoki cho'lda ham shirin ovqati bor. Menimcha shu o'zbeknichi, bilasizmi, anu mehmondo'st deydi-yu. Mana shu mehmondo'stligi uchun ham duo ketganmi deyman-da, o'zbeklarga bor-ku. Ovqatlar hammasi shirin chiqadi-da. Mehr bilan tayyorlanadi. Yo'q. G'ijduvonga kelsanglar, albatta kiringlar. Kelmasanglar ham aynan shu shashlikni deb kelinglar, maslahatim. Odam hayotida bir marta bo'lsa ham shirin shashlik yeyishga haqli. Ko'p shashlikchilar marinovka jarayonini ko'rsatmaydi. Bularda bo'lsa, ana oshing halol bo'lsa, ko'chada yedib keldi. Mana ochidan och, mana ortiqcha hech narsa yo'q. Piyoz va go'sht, ziravorlari. Tamam. Bunga kivi, unaqa narsalar yo'q aka. Unaqa narsalar solmaysizlar. Bu kivi degani go'shtni yirtib yuboradi. Ha. Go'shtning mazasi qolmaydi. Eng go'shtni shirin qiladigan piyoz. Piyoz, ha? Shashlik bilan ham yeyishga piyoz bilan yesangiz oshqozoningizga qadim bo'ladi. Shunaqa, ha. Bizga ota-bobolar o'rgatgan. Mana bu yigitlar Shavkat hoji, bu kishi mana Xurshidjon. Bular kamiga 20 yil, 25 yildan bo'lsa biz bilan birga ishlaydi birlar. Alloh bana xudo ushlasin, mana borligicha. Gap yo'q. Endi 25 yildan beri mana shu joyda shashlik qilar ekanlar. Shu yigitlar bizlar bilan birga ishlaydi. Xullas men so'radim Xayri bobodan, shashliginglar nimaga shirin desam, yur, men senga go'shtlarni ko'rsataman deb olib kirdilar. Mana shu go'shtlarni ishlatishar ekan. Mana ko'rvor, ortiqcha hech narsa biz solmaymiz dedilar. Marinovkani ham ko'rsatdilar. Shu Xayri bobomlar xullas qo'rqmas ekanlar, shunday olib kiraverar ekanlar. Kimda kim shubhasi bo'lsa go'shtda yoki nimadir bo'lsa,
Shunda olib kirib ko'rsatarkanlar. Mana Halolligiga kafolat beramiz akajon. Ha, gap yo'q. Halolligiga kafolat beramiz. Biza ishonarli qassoblardan go'shtlarni olamiz. Bekorga shirinmas shashlik. Bekorga emas. Ana shu yer qo'shnimizni Alisher aka Kulolning uylari Narzulayevni. Hozir u kishi nimaga dam olibdilar ozgina. Yaxshi, mana bu yerda turist inostranslar bor. Mana inostranslarga shashlik pishiramiz. Mana bu yerda zallar bor. Mana xohlasangiz olib kiramiz. Aka nazmishmi? Assalomu alaykum. Ana bu yerda inostranslar bor ana. Ana bu yerda zallar bor. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Keling, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qachon keldingiz? Rahmat. Bu kishi kuyovimiz bo'ladi. Alisher aka Nazirlayevning o'g'illari. Bu yerda endi shunaqa xizmat qiladilar. Kelinglar. Assalomu alaykum akajon, nazirsiz? Xushomaditon. Salom. Ana bu yerda bularni ishlagan ishlarini inostranslar tomosha qiladi, xohlasa oladi. Xohlasa nima qiladi endi borligicha. Mana bularni beralar. Biza nima emas, nima deydi uni? Begona emas, o'zimizniki. O'zinglarniki emas. Ham qo'shnimiz, ham yon qo'shnimiz. Bu yerga inostranslar, mana turizmga biza a'zoda. Ana to'g'risini aytsam, turizmga a'zo. Mana Alisher akani shu kishi. Alisher akani shu kishi mana o'zlari taxlayapti. Alisher aka Narzullayev mana shu kishi bo'ladi. Bular ham avlodga avlodmi? Ha, bularniki ko'p avlod, 6mi, 7mi, 8 manimcha. Avlodlar ko'p ketgan. Endi bizaniki shu o'zimiz borligimizni aytamiz. Yo'q, zo'r. Ikkinchi boshqacha ko'p narsalar. Ha. Hamma kraska tabiiy. Ha. Tabiiy 1100 gradus pishadi. Bular o'g'illari mana, qizlari. Bular ham oilaviy tadbirkor. Sprezmi? Na'nom dedingiz? Ha. Xush kelibsiz. Turistlar qayerda shashlik yo'qdi qizim? Ayvonchaga keling. Ana inostranslarga shashlik pishiramiz. Bu ham shunday qanday desam, oilaviyda ana shashliklar pishiramiz. Bular ham havoga o'tirishni xohlaydi. Ana borligicha nimaga o'tirishni xohlaydi. Hozir shunaqa joy qilib qo'yganmiz. Chiqib ketmayman. Farhod aka video yo'qsan turistlarni. Ha? So'ra. Mumkinmi? Ha, Farhodlar. Rahmat, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Приятный аппетит, будьте здоровы, брат. Никогда не болейте. Мы рады, что приехали. Дай Бог, чтобы Бог вам спасал. Понравился шашлычок? Будьте здоровы. Xush kelibsizlar, sog' omon bo'linglar. Я тоже не знал. Оказывается, у этого шашлыка уже 200 лет истории. Да. Он, поколение, у него сейчас получается 6-е поколение уже шашлычников. Да, в 18 веке их первые, это как? Правда. Да, в 18 веке они начали, оказывается. Я сам блогер, фудблогер, да, вот. Да. Обзор. Да, в Инстаграме можно, в Ютубе можно, везде, да. Мы рады, что приехали в Бухару. Вот Гиждуван, Узбекистан. Еще раз приезжайте, никогда не болейте. Да. Приятный Вам понравилось, аппетит вам. главное? Будьте Очень, здоровы, да? приятно. Нам очень понравилось, поэтому приедем обязательно. Одно слово я говорю, я извиняюсь. Ваша голова никогда не болела, глазам, чтобы слезом не был. Слезом был, чтобы веселее. Карманы, денег был, дача был, машины был. Хорошо жили, что. Я из Бога спрошу, от души. Будьте здоровы. Мы рады, что приехали. Счастливо. Академ, приятный аппетит вам. Будьте здоровы. Assalomu alaykum. Hammalari oilaviy ishlaydi. Ular ganchar. Kulol. Qo'l bola. Bu loyimi ushlab ko'rsa bo'ladi? Bular aytib beribdi dadajon. Shu qizg'on qiluvchilik maqsad bu. Qo'yga hamma ish mehnat, hamma ish jarayoni qo'lda bo'ladi bizga. Birinchi shakl beramiz, ular taxlagandan keyin shakl berilgandan keyin mana bular bir kun quriydi. Tepa qismi quriydi faqat. Tepa qismi qurgandan keyin keyingi kun mana tepa qismi qurgandan. Teskari qo'yamizda oyoq qismini kesib chiqaramiz. Mana piyoladay bo'ladi. Keyin yana 2-3 kun to'liq qurgandan keyin ana shunaqa kraska bilan qoplaymiz mana. Buni bitta tayyora mana shu pelan necha pulga aylanadi? Buni bitta voqeasini tushib ketdi, keyin aytib beraman. Ha, bu ichkarida bo'ladi. Yo, taxminan necha pul mana shu bitta pela? Taxminan
3000'dir, 4000'dir badrim turadi. Hindistonda Ha. Hindistonda mana shunaqa stakani bor-da, siz bilasiz, Hindistonda bo'lgansiz. O'sha stakanning ichida qatuv sotishadi-da, mashhur. Ularni ana bunday ichib bo'lgandan keyin qatuvni anaqani yerga tashlaydi-da. Oqaradi. O'shanda bitta hind aytgan edi. Mana shu sopol idish bizani mana shunaqa kir yashashimizga sabab bo'ldi deb men aytdim. Nimaga sabab bo'ladi? Sopol ham sabab bo'ladimi desan? Bizani mana shunaqa odatimiz bo'lgan. Ichgandan keyin tashirdik-da. O'sha narsa. Endi men ishonganim yo'q. Hamma xohlagancha gapiradi. Odam kir bo'lsa, hech narsasi bo'lmasa ham kir qilib tashlaydi o'sha joyi. Odam toza bo'lsa, mana biz ham sopol ishlatganmiz, ming yildan beri hech kir bo'lib ketmaganmiz, to'g'ri. Ketdik. Aka, Alloh barakasini bersin ishlaringizga. Rahmat, charchamanglar. Bola bu yoqdan o'tib qaytadi-da, bitta bundan xuddi yasa beradilar. Ha. Nimada aka? Odamga g'animat. Shunaqa. Bu qaytar dunyo. Men hozir sizga yaxshilik qilsam, ertasiz navarangiz ham menga qaytadi. Balki bizni ota bobolar shuni o'rgatgan. Shunaqa. Hech kimga yomonlik qilma, yomonlik istama deganlar. Yaxshilikka kelmaydi. Umringiz Sizlar ham uzoq yaxshilik qilasizlar, Alloh hurmat qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Kasb kor umjolarga berkin. Yangi sizlarga aytdim-ku, boshingizga og'riq kelmasin, ko'zingizga nam kelmasin. Nam kelsin, quvonchlik namlar. To'ylar bo'lsin, dachalar, obro'lar, martabalik bo'lib, bola chaqalaringizga sog'lik, omonlik tilayman. Ishlaringizni, kasb korlaringizni barakotlarini berishni xohlayman Allohdan. Chin qalbimdan. Rahmat. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Farhodjon, do'stligimiz abadiy bo'lsin. Salomat bo'ling. Yigijon, xizmatlaringizga rozi bo'ling. Rahmat kattakon.